Bu qiz ismi Xiao Wansi. Xitoyda mashhur yoqimtoy bloger. Va bu qizni bloger o'rtoqlari ham juda ham katta boyvachcha qizlar edi. Lekin afsuski, Xiao Wansi o'zi pullarni qayerdan olishni ular bilishmagandi. Xiao Wansi $900,000 ultra bogati, ya'ni multimilliarder o'rtoqlarini tushirib ketadi. Aytishlari bo'yicha Xiao Wansi o'rtoqlarining uyiga borib, ularni lyuksoviy sumkalarni almashtirib qo'yar ekan. Birinchisi bu uni o'rtog'i Pipi bo'lgan. Pipi bir kundan so'ng Xiao Wansi kelgandan so'ng o'zini Chanel sumkasi, $6000 turadigan sumkasi boshqacha bo'lib qolganini his qiladi va uni общий o'rtog'i, ya'ni ularning yana bitta o'rtog'iga telefon qiladi va unga qarab, "Sanda hech nima o'zgarish bo'lmadimi? Sani uyingda ham Xiao Wansi qolgandi" deganida, boyagi qiz тоже lyuksoviy sumkalarni tekshirib boshlaydi va aniqlanishi bo'yicha ularning 3-o'rtog'i Panini degan qizni $500 million sumkalari hammasi lyuksoviylar almashtirilgan va juda ham arzon sumkalar qo'yilgan ularning o'rniga. Shuna qilib Xiao Wansini ikkita qiz politsiyaga berishadi va bu narsalar haqiqatan ham isbotlanadi va hozir Xiao Wansini Xitoyda 3 yilga qamashdi o'g'irlik qilgani uchun. Agar sizga shunaqa qiziqarli hayotiy voqealar yoqsa, Instagram akkauntimga obuna bo'ling. Sizlar bilan Dilbar.